Uyg'urlar Tor jurnalining 5-sonidagi Buyuk Simolar sahifasida tunishtirilgan. Biz bek tunib ketmaydigan, ammo bizdan vaqtsiz ayrilgan Uyg'ur madaniyat tarixiga o'chmas to'kpi qo'shgan marhum To'xti Muzart apandi bilan tunishib chiqayli. Biz dunyo madaniyatiga to'kpi qo'shgan bir millat. Bizmu odamdek yashayli. To'xti Muzart. Qalam bilan o'zimning huquqini qo'g'dayman. Xalq tarix yozsa, menmu tarix yozaman. To'xti Muzart. Uyg'urlarning dаңlıq tarixchisi To'xti Muzart, asli ismi To'xti Tuniyaz. 1963-yili Sharqiy Turkistonning Boy nahiyasida xizmatchi oilasida tug'ilgan. 1997-yili Xitoy hukumati tarafidan davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyatini ishildi degan tuhmat bilan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2009-yili 10-fevral turmadan qo'yib berilgan. 2015-yili 5-oyning 29-kuni Beyjingda tuyuqsiz vafot bo'lgan. Tarixchi To'xti Muzart boshlang'ich va o'rta maktablarni o'z nahiyasida tamomlagan. Bu jarayonda Xitoychini yaxshi o'rgangan. 1978-yili Xitoy o'quvchilar bilan bir qatorda universitet imtihoniga qatnashib, yaxshi natija bilan Beyjing Markaziy Millatlar instituti, hozirgi Beyjing Millatlar universitetiga qabul qilingan. Bu jarayonda inglizchani kuchab o'rganib, maktab bitirgandan keyin Amerika Harvard universitetiga o'qishga qabul qilingan. Ammo xizmat ehtiyoji tufaylidan Xitoy mamlakati xalq qurultiyiga xizmatga taqsim qilinib, Xitoyning bu oliy organida ishlaydigan birdan-bir Uyg'ur bo'lib qolgan. Xitoy mamlakati xalq qurultiyida bir mazgil ishlagandan keyin o'zining qonun o'rganish istikiga binoan Xitoydagi Xalq universitetining qonunchilik fakultetida o'qib, magistrlik unvoniga erishgan. Ondan Xitoy mamlakati xalq qurultiyiga qaytib kelib, Millatlar komitetining qonun tadqiqot ishxonasida kandidat tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 1995-yili Yaponiyaning Tokyo universitetiga doktor aspirantlikqa qabul qilingan. Yaponiyada o'qish jarayonida Yaponiya matbuotlarida Uyg'urlarga munosabatlik asarlarni e'lon qilgan va Yaponiya ilm sohasining yaxshi bahosiga erishgan. Shu jarayonda Yaponiya davlatlik tadqiqot markazi uni Uyg'ur tadqiqot jamiyatining tadqiqotchiligiga taklif qilgan. To'xti Muzartning bir qism maqolalari Yaponiyada kitobcha shaklda nashr qilingan va Yaponiya Buyuk Sharq madaniyat universitetining darsligi qilib tanlangan. Yaponiyada doktorlik ilmiy maqolasini yozayotgan To'xti Muzart maqolasi bitishga oz qolganda ba'zi materiallarga ehtiyoji tushib 1997-yili 1-oyning 15-kuni material izlash uchun vatanga qaytgan. Bu jarayonda To'xti Muzart Sharqiy Turkistonning iqtisodiy tarixiga oid ba'zi materiallarni to'plagan. 1997-yili 2-oyda u o'zi turayotgan muhojirlar mehmonxonasidan zo'rlik bilan tutib ketilgan. 1998-yili 3-oyda Urumchi shaharlik o'rta xalq sud mahkamasi uningga davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyatini ortib 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Jazo muddatini Urumchi 3-turmada o'tagan. Xitoyning maxfiyatlik degini To'xti Muzart ko'paytib olgan arxiv idorasining maxfiyatligi bo'lmagan bir parcha odatdagi hujjatlar tizimligi edi. To'xti Muzart Yaponiyadagi Uyg'ur tarixiga munosabatlik yuqori saviyadagi tadqiqotlari bilan Xitoyning qora tizimligida edi. To'xti Muzartning bir o'g'il, bir qiz, 2 farzandi bor bo'lib, To'xti Muzart tutqun qilinganda o'g'li 7 yoshga kirgan edi. Qizi amdila 3 oylik bo'lgan edi. To'xti Muzartning onasi burun vafot bo'lgan. Dadisi To'xti Muzart turmadan chiqishdan 1 yil burun vafot bo'lib ketgan. To'xti Muzart tutilgandan keyin uning tutqun qilinganligi oilasidagilarga xabar qilinmagan. To'xti Muzartning Yaponiyada yashayotgan ayoli Xitoyga qaytib, uning izdirikini qilib,
munosabatlik organlarga necha do'qirgandan keyinla Xitoy soqchilari uni tutqun qilganligini e'tirof qilgan. 2002 yılı To'xti Mozart türmede yetiyotganiga 4 yil bo'lganda, uningga xalqarалық qalamkashlar tashkiloti tarafidan Barbara Goldsmith yezish uchun erkinlik mukofoti berilgan. To'xti Mozart türmeden qo'yib berilishdan 5 kun ilgari Yaponiya hukumati tarafidan Yaponiya fuqarosi salohiyatiga ega qilingan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi hamda Yaponiyaning sobiq bosh ministri Shinzo Abe To'xti Mozartning masalasiga uzundan buyon ko'ngil bo'lib, uning Xitoy turmasidan tezroq qo'yib berilishi uchun ko'p xizmatlarni ishlagan va Xitoy hukumati bilan izchil turda To'xti Mozart masalasi ustida suhbatlashgan. To'xti Mozart 2009 yılı 2 ayning 10 kuni turmadan chiqadigan kuni uni kutilishga borgan yaponiyalik ilm arboblari va medialarning muxbirlari turma oldida uni necha soatlab saqlagan bo'lsa-mu, Xitoy To'xti Mozartni hech kimga ko'rsatmasdan turmadan yurti boyga elib ketgan. Tarixchi To'xti Mozart Uyg'urlar orasida tunji bo'lib Uyg'ur tarixini Xitoy tilida yozgan ko'p tillik tarix olimidir. Uning Uyg'ur tarixiga doir Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqoti, O'rta asr Uyg'ur jamiyati, O'rta asr Uyg'ur tarixi qatorliq asarlari bor. To'xti Mozart vafot bo'lishdan ilgari qadimgi Uyg'ur qonun vasiqalari haqida tadqiqot, qadimgi Uyg'ur madaniyati haqida tadqiqot, Tarixi Rəşididən keyinki 300 yil qatorliq asarlar ustida jiddiy izlanayotgan edi. To'xti Mozart O'rta asr Uyg'ur yeziqi, Chag'atay Uyg'ur yeziqi qatorliq yeziqlarni puxta o'rgangan. Chet el tillaridan Xitoy tili, ingliz tili va yapon tillarini pishiq egallagan. Buningdan sirt Paris tili, German tili, Rus tili, Fransuz tili, Arab tillarini qo'shimcha o'rganib, bu tillardagi materiallardan bevosita foydalanish imkoniyatini hozirlagan. To'xti Mozart turmadan chiqqandan keyin Xitoy doiralari tarafidan Beijingdagi tarjimonlar idorasiga o'rinlashtirilgan. Tuvandagi bayonlar tarixchi To'xti Mozartning vafoti haqidagi bir qism muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi uchun Yaponiyada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi Hoji Qutlug' Qodiriy apandi tarafidan tayyorlanib, 2015 yili 6 oyning 1 kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha to'g'rida e'lon qilingan. Bu xabar tuvanda o'z biti naql qilinadi. Yaponiya Tokyo Universitetining tarix fanlari doktori, tunilgan Uyg'ur tarixchisi To'xti Mozart 29 may tuyuqsiz Beijingdagi uyida olamdan o'tgandan keyin uning bu sirliq o'limi haqida Uyg'urlar va yaponlar orasida o'xshamagan qarashlar va so'zlar tarqalib yurmoqda. Bugun radiomizning telefon ziyoratini qabul qilgan Beijingdagi To'xti Mozart oilasiga oid uchurlardan to'liq xabardor yaponiyalik Sato apandi o'zi anglagan To'xti Mozartga doir ba'zi bir uchurlarni bizga yetkazdi. Sato marhum tarixchi To'xti Mozartning turmadan qo'yib berilgandan keyingi hayoti haqida to'xtalib, Beijingdagi boshqalarning aytishicha, To'xti qarmoqqa erkin ozoda yashayotgan bir odamdek ko'rinsimi, amaliyotda uning butkul ish harakati Xitoy davlat bexatarligi organlari tarafidan ta'qib ostiga elingan. U hatto yurti Sharqiy Turkistonga borsimi, barliq so'z harakatlari shu yerdagi bexatarlik tarmoqlarining nazorati ostida elib beriladi ekan. Uning telefonimi munosabatlik organlarning maxsus xodimlari tarafidan elib berilgan ekan. Uyiga maxsus tingshig'ich o'rinlashtirilgan bo'lib, hukumat uning yaponlar bilan ko'rishishidan bak andisha qildi ekan. Shunga To'xti yaponlar bilan uchrashishdan izchil o'zini qochirib kelgan deb angladim, dedi. Sato marhum To'xti Mozartning hozirgi 38 yoshli xonimi haqida to'xtalib, To'xti Mozartning tuqqanlarining deyishicha, u turmadan qo'yib berilib, Beijingga kelib bir qancha oy o'tgandan keyin do'st birodarlarining tunishtirishi bilan bir Uyg'ur qizi bilan to'ylashmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning bexatarlik tarmoqlari uning bu talabini rad qilib, 8 oydan keyin uningga Qashqar harbiy rayonidan o'zlari bir qizni elib kelib,
uningga tunishtirgan va shu qiz bilan darhol to'y qilishni buyurgan. Amalsiz qolgan To'xti Muzart majburiy holda shu qiz bilan to'y qilgan ekan. U qiz Beyjingda hech qanday xizmat qilmaydi ekan, faqatla To'xtini kutishga mas'ul ekan, dedi. Tarixchi To'xti Muzartning tuyuqsiz o'lib ketishidan uning oilasi, urug' tuqqanlari, shundaqla do'st yoralarining gumoniy qarashlarda bo'layotganligini ilgari surgan Sato bu haqda to'xtalib mundaq dedi. To'xti Muzartning Beyjingdagi yaqinlarining aytishicha, turmadagi cheg'ida soqchilar To'xtiga o'xshash siyosiy mahbuslarni qor ustida yalangoyoq dastitib, put qo'llarini muzlatish orqali tan jazosini berganligi uchun uning puti og'riydigan bo'lib qolgan ekan. Turmadan chiqqandan keyin bir mezgil davolanib yaxshi bo'lib qolgan, ammo uning yurak kasali borligidan hech kimning xabari yo'q ekan. Ziyoratimiz davomida Sato apandi so'zini davomlashtirib, Beyjingda 29-may To'xti Muzartning atdigan soat 9lar atrofida 19-qavatdagi uyda vafot bo'lganligi haqidagi xabar tarqaldi. Gerçi u doktorxonaga ilib berilmagan bo'lsa-mu, ammo doktorlar uni tuyuqsiz yurak kasali bilan o'ldi deb isbot chiqaribdi. Hech qanday tekshirmasdilla asossiz chiqarilgan bu hukm atrofdagi Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'abdi. To'xtining tuqqanlari uni doktorxonaga ilib berib, operatsiya qilib, qonun doktorlarining hukm chiqarishini talab qilgan bo'lsa-mu, ammo bu talab doiralar tarafidan rad qilinibdi, deb angladim, dedi. Sato To'xti Muzart vafot bo'lib 2 soatdan keyin doiralar uning tuqqanlariga bisim qilib, jasadni shu kuni yerlikka qo'yib o'tishni buyurganligini. Ammo To'xtini tunaydigan Beyjingdagi bir qism Uyg'ur tijoratchilar uning jasadini To'xtining yurti Bay nahiyasiga ilib ketishni o'rinlashtirgan bo'lsa-mu, doiralar bu taklifiga qo'shilmagan. Shundaqla uning urug' tuqqanlariga bisim qilib, xizmat ishlab, Beyjingda yerlikka qo'yishga ko'ndirilganligi haqida anglaganlarini bayon qiladi. Sato doiralarning To'xtining yurak kasali bilan o'lganligi haqidagi isbot qog'ozini 2 soat ichida doktorxonadan nihoyat tezlik bilan ilib kelganligi atrofdagi Uyg'urlarning gumonini texmo bak qo'zg'ab qo'yganligini bildirdi. 30-may tushdan keyin soat 2da Beyjingdagi Tungan masjidlarining birida To'xti Muzartning meyit namozi o'qilgan bo'lsa-mu, ammo masjid atrofi puxroch kiyingan maxfiy soqchilar bilan to'shib ketganligi, munosabatli xodimlarda To'xtining jasadini yerdagi qo'yg'icha bo'lgan oraliqda bir xil jiddiylik va andisha alomatlarining ko'rilganligini, To'xtining meyitini uzatish gruppasidagi ba'zi bir Uyg'urlar bu haqda ahvollarni o'zining yaqinlariga aytganlarini ilgari surdi. Ichinchli qismatli. Biz bilib o'ltirilayotgan, yo'qotilayotgan insonlar qanchalik, ya'ni biz bilmay o'ltirilayotgan, yo'qotilayotgan donglik insonlarimiz qanchalik. Alloh o'z panohida saqlasin.